500 ming. 500. Мирали. Hammasi chiroyli. Можешь снять. Хозяйка Да? тоже chiroyli. Вот так. Снимаем тогда. А bular qancha? Asosan nima berib boqasiz, tog'a buni? Telefon nomeringizni aytib yuborsangiz, telefon qilishadi. Mana bichki chiqarolmaysizlar. Yo'q. Bichki chiqarmaydi. Как называется? Хомячок там и свинки. Qancha turadi? 20 ming. 20 ming. Yo'q, siz olganim yo'q-ku даже. Biza tushmasak bo'ldi deyapman. Ha. 100 mingdan boshlanadi $150gacha. А эта кошка сколько стоит? Сиамские по 500. Оригинал. Есть мальчики, есть девочки. Сколько говорили? 500 ming. 500 ming. Donasi, а? Да? Это домашний. Домашние, конечно. Это породистые, чистокровные. Ага. И такой вот есть красивенький коричневый. Да. А они? Вот это? Это сибирская порода. По 100 Сибирские. тысяч, да. По 100 тысяч. А это кролики сколько стоит? Эти по 60. По 60? Да. Штук. Одна- bittasi. Ikkita qoldi. Угу. А это маленький? 250 карликовый, декоративный. Это 250. Да. Здесь по 400 продают. Ты что, блогер, что ли? Ну да, типа. Типа. Ага. И тебя только кролики интересуют, да? Ну, кролики, Морские да. свинки, вот, смотри, какие красивые. Ой, тиролик, мирали. Hammasi chiroyli. Да, домашний. Очень И хозяйку можешь снять. Хозяйка Да? тоже chiroyli. Вот так снимаем тогда. А этот, Хомячки. если кто-то вам звонит по онлайн, тоже можете продать, да? Да, звонят. А номер диктуйте тогда. И что? Ну, они, которые покупатели... будут звонить, нет? Нет, это прямой вам. Давай, пиши. Ага. 217 11 46. 217 1146. Да, Это домашний. У меня домашний. сотового нету. А, хорошо. Не заработала. Вот как продам кроликов, Ага. так куплю себе. Хорошо. Все. А это сколько стоит вот это? Эти по 50. По 50. Янгиабаде по 100 тысяч продается. Самый дешевый это наш базар. Не здесь, да? Все приходят к нам. Да, мы дешево даже уступим. Ну да, уже видно, Клиентов уважаем, любим. цены уже низкие Здесь совсем. есть даже Чем постоянные везде. клиенты, которые покупают. Так что мы клиентам рады. Здорово. Ладно, спасибо вам огромное. Пожалуйста, приходите. А это кролики сколько стоит? Mashhur svinka. А bular qancha? Mashhur svinka donasi 200 ming, ko'taraga 150 ming. Donasi, a? Donasi 200 ming, ko'taraga o'qitmasa 150 ming. Ha. Mashhur svinka. Bu rangli juda ham chiroyli ekan, omma lekin. Troykada. Asosan nima berib boqasiz, tog'a buni? Любой narsa yeydi. Любой narsa yeydi. Yotgan non bormi, meva bormi? Bo'g'alarni kamni ko'rishni yaxshi ko'radi. Bular bundan ham katta bo'ladimi yo'q? Yo'q, mana shunda mana hamda bo'ladi. Mana bir kartoshka katta mana shunda. So'ragani aytdi yo'q, bularni qozonda narmoda qilish kerakmi? Ha, bir parosi birga gaplashib yuradi, ham bolalikda. Men shuni so'ramanman-da. Tez ko'payadi. Aka, masalan, kimdir onlayndan telefon qilib olmoqchi bo'lsa ham bo'laveradimi sizga? Kamiki bo'ladi undan. Telefon nomeringizni aytib yuborsangiz, telefon qilishadi. Yo, meniki emas, bu kamiki. Abduhamid. Assalomu alaykum. Telefon nomeringizni aytib yuborsangiz, klientlar telefon qilib ham olishi mumkin-da, ko'pi. Mana
Uch qazib yubormaysizlarmi? Yo'q. Yutib chiqarmaydi. Blogermisiz siz? U yomon bunaqa nima emas. Sizni yomon nima narxi, sizni prosta narxingizni olishadi xolos bu yerda. 93lik. Aha. 694 694 694 694 2. 2 oxiri. Bo'ldi, rahmat kattakon. Bu haligi qiziqadiganlar telefon qilib oladi-da baribir. Тепло у нас тут, поэтому они спят. А сколько стоит это? По 50. По 50. А это что, как называется? Хомячок там и свинки. А, Морские свинки, это большие. вот это, да? Bollari juda ham ko'p ekan. Много рожает, да, они? Нет, свинки 4 или 5 штук. 4 или 3 штук. Это хомячки рожают. А. 12 штук. Ё-моё. Плодовитые. А это рыба или что? Да, это мальки. Вот на рыбалку. На крючок. Вот это, да? На крючок вот эту. У нас рыбаки приходят на крючок. Это как продаются? Весовой или килограмм? Пакет. Пакеты? И сколько стоит? А, все. Bu qancha turadi? 20 ming. Arzon, juda ham arzon. Птицам берут. Вот, разводят птиц. Вот им берут. Вот так вот у нас. Креветки есть. Да, вот эту вижу. Большая собака. Ertaga Bular nech pul ekan, opa? Har xil. Internetga olasizmi, o'zingizga ham O'zim uchun. Сейчас я бандит. Yo'q, siz olganim yo'q o'zi. Bizni tushmasak bo'ldi deyapman. Ha. Har xil. 100 mingdan boshlanadi $150 Oğlum sen izleyin, sonra onu ben izleyeyim. Bolalar bu qushlar nech puldan ekan? Bu qushlar nech pul ekan? Ular. Kareli 300 ming.
Ham 250 dollar. Ha. Peru'da bor. Ham 200 dollar. Bu 200 dollar. Ham 500 dollar. Ha. Yo'q, keladi. Keladi. Bular 350 mingmi? Bular 120 ming, ha? Hop, nomerni aytib olasanmi? 90 93lik 869 4656. Bo'ldi. O, naryoqdagimi? Sizlarkimi? Ma'mulani ham qulog'i yotadi. Bu ani panda baran deydi bo'ldi. Shunaqasi. Ularni chiqib tasdiq ma'mul. Takoy yo'qlarni qizlar satgan bilan mana mashina bulardan qimmatroq. Mana ma'mul. Ana ma'mul kichkina turibdi. Ma'mul o'shanda 1 oylik ot. Yo'q. Ha. Bu 2 oy bu 35. 1 oylik farqi. Ma'mula Germaniya, ko'zi ko'p. Bu ham Germaniyani parvozi. Mana o'shani qulog'i yotgan almasni glas baran deydi. Qulog'i yotgan, qulog'i tikka parvodalar bor-da. Germaniya, Gollandiya, Angliyani parvodalari, 3-4 ta Rossiyani parvodalari ham bor. Buni juda ham parodali ekan, chiroyli ekan. Hammasi o'zgacha ekan. Mana bir-biridan mana amallari ham shunaqa qulog'i yotadi ekan. Qarang, haqiqatan chiroyli ekan. Mana sifat. Bular Yevropa etomani, bular xonakilar ishtirilgan. Oldin odamlar boqolmagan edi, o'lishyapti. O'zimiz ham beslik yo'lda sasib ketadi, katta bo'lib. To'g'ri. Bularni mana bunaqa qafaslarda bemalol boqishyapti. Qolagani bundan katta qafas bo'lyapti. Hattoki bitta-ikkitaga mana shu ham zo'r. Bular qanchaga ko'payadi? Bir oyda tugadi qo'shsiz quyon. Bular mana masalan 6 oylik bo'lganda yetiladi. Hozir menda eng kichkinasi 35 kunlik, eng kattalari 2,5 oylik. O'shasi 1 oyda tugadi. 6 oy bo'lganda o'zi tayyor bo'ladi. Faqat
Bular 3,5-4 oyligicha birga yuradi, uyog'iga ajratib qo'yiladi. Nimaga desangiz, boyaga yetgan sari rohli qochirib qo'yish mumkin. Rohli sakrab qo'ymasin deb alohida boqiladi. Lekin yetilganda ham ishi bo'ldi. Urg'och quyonni olasiz, erkin iniga tashlaysiz, ishini qilib bo'lgandan keyin yana urg'och quyonni o'zini iniga olib qo'yasiz. Chunki bolalarni qizg'anib erkak quyonni o'ldirib tashlaydi-da, nimaga? Bola boqtirmay, yana qo'shilgisi kelib qoladi-da, bolalarni o'ldiradi. Bular ham shunaqa. Shuning uchun ona quyon alohida turadi. Bular ozuqasi ashi zo'r. Bular kam xarajat, kam chiqim. Boshqa quyonlarga, boshqa jonzotlarga qaraganda juda kam narsa. Hisobdan kam qilmaydi. Yo'q, bular eng uzog'ida 5 tagacha. 3 tadan 4 ta 5 tagacha. Kamlik shunaqa. Mesli quyonlar 8 ta, 10 ta, 12 ta, 14 talardan turadi. Ular xonakilashtirilgan, kichkinalashtirilgan parodalar-da. Men o'zim Telegram, Instagramda yurg'izaman. O'zim zavodchikman. Yevropadan quyon olib kelib, mana shu O'zbekistonni ko'paytirib sotaman. Bitta bozorda sotmayman-da, internetda, Instagram, Telegram, o'zimning gruppalarim bor. Eng kattasi nima bo'ladi? Shu suhbatlarda siz ham olsam maylimi? Videoga. Bo'ladi. Men o'z ko'pchilik oladi, shu blogerlar, Chorva Mixlar bilan ham chiqaman hozir. Zvizda bo'lib ketdik o'zim. Bular mana 1,5 kilogacha, mana mashina razmerida bo'ladi. Mana bu qulog'i tikka parodalar bulardan kichkina bo'ladi, 1 kilogacha bo'ladi. Bir qarish degani-da, u degani. Bular zotdorligi uchun boqiladi. Ha, zotdorligi uchun. Mana boylar mana shunaqa insonlar bor. Hovlisiga qimmat qushlar, qimmat jonzot, dekorativ jivoy ugaloklar qilib qo'yadi. Mana shunaqa har xillarni olib qo'yib olib boqishadi. Hozir shu kuchayib ketganiga narsa ham maktab bog'chalar ham jivoy ugalok qilib qo'yapti. Qush, quyon, o'shanaqalar olishadi. Bizdan zo'r magazinlar kelib oladi. Padarkaga zo'r. Mana hozir jonli narsa padarka qilish ham moda bo'lib qoldi. Moda bo'lib qoldi. Qiziga, navarasiga, yaxshi ko'rgan qiziga, bolalariga olib beryapti. Hozirni telefondan ko'ra bolalarni jonzotga qiziqtiryapti. Ko'pchilik qo'lidan telefonni olib jonzotga qiziqqan odamdan yomonlik ham chiqmaydi. To'g'ri. Shu xullas. Chista dekorativniy zot-da bular padarishni qiladi. Aka, bular nech puldan dedingiz narxini? Menda eng arzoni 300 mingdan, eng qimmati 500 minggacha bozorda. 300 mingdan 500 minggacha. Bundan qimmatlari ham bo'ladi. Donasi 100 dollar, 200, 300 dollarliklari ham bo'ladi. Nima, telefon raqamingizni aytsangiz maylimi? Bemalol 77 lik. 77lik 712 712 56 56 56. 56. Instagramga ham, YouTube'ga ham. YouTube'ga. YouTube. Ya nima anaqangiz? Hozir men sizga ko'rsataman. Ismingiz G'ayrat akami? G'ayrat aka. Hamma bilan quyonchilar. G'ayrat brend deb tanishadi mana quyonchilar. Bo'ldi. Nech pul ekan aka? Tegidigilar 150 mingdan Aha. Golland pandalar. Bular Golland pandmi? Golland panda. Sredniy bo'ladi. Tepadigilari karliklar. Bular ha? Omon lekin monolar juda chiroyli yoqdi menga. Mana shu ikkalasi. Kecha Instagramga qo'ydim mehmonlardan bitta barmog'li narsalar-ku. Ha, qarang. Bular katta bo'ladimi? Yo, parodasi shunaqami? Paroda shunaqa ozgina o'sadi. Aha. Bir qarichgina bo'ladigan narsalar, dom sharoitida bemalol boqsa bo'ladi mana. Nimami? Kim bular ko'payadi hammi? Ko'payadi hammi? Ha, ko'payadi. O'zimizda ko'paytirilgan, chetdan olib keltirilgan ota-onalari. Ha. Mana shu. Qarang. Bir qarich. Bitta barmoqqina narsa. Barmoq. Bular endi bir 2 kilogacha bo'ladimi kattaligi? Yo'q, bular 2 kilogacha bo'lmaydi. 1 kilo 900 gacha bo'ladi. 1 kilo 900 gram atrofi bo'ladi kilosi. Dom sharoitdan bemalol boqsa bo'ladi. Bularni sotuv narxi donasi 500 ming so'mdan. Donasi 500 ming bularda. Donasi 500 ming. Ikkita olsangiz, ikkita olinsa Qisi beriladi narxi. Bo'ladi. Yo'q, mana 1 million so'm bo'ladi. Mana bunaqa qapasimiz bor, mana to'shqa. Mana qapasimiz bor. Yangi pukovkada tegi doполнительный suv idishlari, ovqat idishlari 1 million so'm ichida bonusiga qilib beriladi. Gap yo'q. Dom sharoiti bemalol mana shu holatda boqsangiz. Hamma idishlari bilan deng, mana nimalari bilan. Suv idishi, ovqat idishi, doполнительныйsi. Shunaqa. Mana bunaqalarimiz ham, vesnuxiylarimiz ham bor mana. Ham karlik vesnuxiylar, chiroyli narsa. Buni parodasi nima dedingiz? Karlik baran. Karlik baran. Ha. Mana chiroylilardan bor. Keyin mana bunaqa ranglar, oppoqlardan. Bunaqa chiroyli ranglaridan bor mana. Bular qochib ketmaganiga hayronman, qarang, quloqlarini tushib turishini. Bular dom sharoitdan bemalol, uy sharoiti bemalol bolalar uchun ham bezarar, bemalol tishlamaydi, tirlamaydi, bemalol boqib turasiz. Nima yeydi o'zi aka bu? O'zining ovqatlari bor. Mana sena yeydi mana. Ha.
Mashina yeydi. Keyin Siz o'zingiz ham olsam maylimi? Videoga olsam maylimi? Mayli, bemalol. Mana senasi bor ana. Aha. Senani zo'r yeydi, o'zini ko'rimi bor, kiloli. Aha. Keyin keladi, har xil o'zi chet davlatlardan kelgan anaqalari ham bor. Ovqatlar. Ovqatlar, ha? Asosan lekin buni ham ko'proq yeydi. Buni ko'proq yaxshi ko'rib yeydi. Bu aslida ovqat emas bu. Qo'shimcha narsa-yu, lekin buni ham zo'r yeydi. Ko'rimi bor, kiloli, u kelgan antikovkada har xillaridan bor-da. Ha. Agar oladiganlar bo'lsa, hamma anaqalarni, yo'l-yo'llarni olib ketamiz. Bular kuniga necha mahal beriladi? Bundan bir mahal bersangiz yetadi. Ha, bir mahal beradi. Ismingiz nima aka? Ismim Husan. Husanboy aka. Nomeringiz bormi? Telefon raqamingiz nechi? 94lik 94lik 688 688 17 1744. Agar mabodo olmoqchi bo'lganlar telefon qilsa, bemalol sotaverasiz onlayn. Ha, soturamiz. Bugun Rossiyadan ham bitta ukamiz telefon qildilar. Kecha Instagramdan ko'ribdilar. Ularga ham sotdi Samarqandga. Samarqandga. Samarqandda o'zlarini yaqinlari borgan, o'shalarga podarka berdilar. Yo'q, lekin hozir Illari bilan sotuvga bir parani. hozir siz olgan odamga mana uni ham skidlarni nima qilib beramiz deganingiz, bonus qilib beramiz deganingiz, endi bu juda katta nimada. Masalan, mana uni ham o'zi salkam bir 300 mingdan tepa tursa kerak. 200 ming, 300 ming atrofida bu narsalar bilan 100 mingga aylanadi. Ha, o'sha. Endi bu juda katta narxi, ya'ni skidga bu bonusi bu. Lekin juda ham chiroyli. Viloyatga ham chiqarib beraveramiz. Viloyatga ham chiqarib beraverasiz? Gap yo'q, Husanboy aka, telefonlashamiz bo'lmasa. Rahmat aka katta. Hop. Bular qancha dedingiz? 200 mingdan. Bular kattasichi? Aslida 350. 300 ming. Bular? 150. Bular ana osilib turgancha? 130 ming. O'sha komplekt-a ichidagilar bilan. Telefon nomeringizni aytib berasizmi? 99lik 890 61 60. Ismingiz? Oybek. Bu Zo magazini? Zo magazini. Mana shu kelaverasizlar. Qafas so'raganlar. Mana. Qafasda har xili bor. Kelib ko'rib ketaverasizlar, olib. Ana qushlar uchun osalaring ham bo'ladi. Mana kattasidan ham osalaring bo'laveradi. So'raganlar uchun bu.